1 oktyabr yurtimizda o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kun nafaqat ta'lim-tarbiya sohasida, balki sport jamoasida ham alohida ma'no kasb etadi. Ana shunday ezgu sana munosabati bilan poytaxtimizning Uchtepa tumanida Turon yakkakurashi bo'yicha turnir tashkil etildi. Musobaqada yosh atletlar o'z mahoratlarini namoyish etib, tajriba orttirishdi. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan tashkil etilayotgan musobaqalar bolalar uchun bayramga aylanmoqda. Bu kabi tadbirlarda yoshlar, sportchilar va turli soha vakillari ishtirok etib, bayramona ruhda kuch sinashmoqda. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida ushbu sana munosabati bilan Turon kurashi bo'yicha bolalar va o'smirlar o'rtasida musobaqa tashkil etildi. Unda poytaxtimizning turli hududlari, qo'shni viloyatlardan yosh sportchilar kelib, gilamda raqobatga kirishdi. Turon milliy yakkakurash sporti milliy sport turimiz hisoblanib, bu yosh sportchilarimizning o'smir va katta yoshdagi sportchilarimizga jismonan baquvvat va ma'nan yetuk bo'lishiga katta yordam beradi. Kelajakda mana shu yosh sportchilarimiz vatanimizga, oilasiga naf tegadigan vatan himoyachilari bo'lib yetishadi. Bahslar shiddatli va qiziqarli o'tdi. Har bir ishtirokchi o'z mahorat va tayyorgarligini namoyish etishga harakat qildi. Muhammad Yusuf Jo'raboyev, Asqar Ashurov, Ahmadjon Ilyosov, Ibrohim Ergashev kabi atletlar o'z yosh toifasi hamda vaznlarida barcha raqiblarini mag'lub etib, g'oliblikni tantana qilishdi. Kelajakda qadam qo'ymoqchiman. Bugun men birinchi o'rin oldim. 2 ta tushdim, 2 ta medal yutdim. O'ta g'oyimdan tushadi. Hammam shutamiz. Tashkilotchilar g'olib va sovrindorlarni esdalik sovg'alari, medal va diplomlar bilan taqdirlab, ularning sa'y harakatlarini munosib baholashdi.